Motion keladi YouTube'da. Bugun telefon, xo'jayinim telefon sovg'a qilyaptilar. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Dildaruz kanalining kuzatuvchilari. Hozir telefon ochish marosimi bo'ladi. Telefonimni ochaman. S25 Ultra. Sovg'a. Sitora. Tushunasiz, Sitora. 512 talik a? Shuni ham 512 talik. Mijozimizga Samsung S25 Ultra modelidan qilyapmiz. Xotirasi 12 ga 512 talik, qora rangidan qilyapmiz. 1 yil garantiyali. Shunga shunaqa telefonlar kelyapti. Remax do'koniga kelasizlar. Chiroyli narxga qo'yamiz. Maqbul narsa savdo asosida ham xarid qilsangiz bo'ladi. Hatto yaxshilik kunlarga ishlating. Rahmat. Rahmat. 512 talik. Mana bu ochishim kerakmi? Ha. Narisini ham o'ching. Ustiga qo'yib o'chiring o'ynayman. Masalan, tushib ketadi-da. Bo'pmi? Rahmat. Yaxshi kunlaringizga ishlating buyursin. Alo. Rahmat. Sitora Tushib ketadi. tushmaydi, ushlab turibman, qo'rqma. Nechiga keladi? Bu telefonni telefon Ana yerda. Mana yerda ana shu sen ochishing kerak edi, shuning uchun o'zing. Deydi-ku odamlar. Tug'ilgan kuningizni sog'laniz zo'r. Shuning uchun xo'jayinimga rahmat aytaman. Hurmatli kuzatuvchilar, sizlar ham duo qilib qo'yasizlar. Xudo xohlasa endi buni uyda yana o'zimiz qilamiz. Rolik qilamiz. Maftun yonimda. Sitora yonimda. Xo'jayinim naryoqda o'tiribdilar. Yaxshi kunlaringizga ishlating. Ha, rahmat. Endi hozir zo'rlari buyursin. Rahmat. Endi ishlatib berasizlarmi buni yigitlar? Oching, ana yerini oching. Qayerini? Bunisini? Bunisinimi? Ha, mana. Bunisinimi? Ekran anonsini oching deyapsiz. Mana maylidan shuni. Mana shuni, mana. Rosa chiroyli. Ho. Nimaga? Mana hurmatli kuzatuvchilar, yana qaytarib aytaman, S25 Ultra 500 Eng yaxshisi do'konniki. 12 talik xotirada Remax do'konda ekan. Shu yerda narxlar yaxshi bo'lgani uchun shu yerga keldik. Boshqa do'konlarga qaraganda. Biz uyda ochmoqchi edik, hurmatli kuzatuvchilar. Telefonni uyda ochmoqchi edik, lekin qimmat telefon bo'lganligi uchun shu yerda ochishga qaror qildik. Aslida uyda ochmoqchi edik. Lekin hozir qaror qildik shu yerda ochishga. Mana Maftun o'zini videosini, roligini olyapti. Assalomu alaykum. Sitora, xo'jayinlar mana sovg'a qildilar. Nima qilaman bunda men? Ochkasi bormi? Ana ya qo'yib turib bunday qilsangiz rasm shuni ishlatasiz. Ha, bunaqa narsalarni Sitora darrov bilib qo'ydi. Uyda o'zi xudo xohlasa yana obzor qilib berasan-a? Orqasini ko'rchi, Vyetnamniki. Ha. Qancha garantiyasi? Garantiyasi 1 yil. Yeringni aniq ber. Telefonning ustiga nima? Laminat. Laminat qildiryapmiz buni, ukamiz laminat qilib beryapti. Bugun olaman deb o'ylamadim-da, lekin men telefonni. Sovg'amisan, sovg'a bo'ldi o'zi ham. Bunga sizga chiqdik mana telefon do'konidan. Bugun Maftun yonimda.
Bugun ayang sumka ko'tarmaydi. Marta kulyapti. Xo'jayinim ustimdan kulyaptilar. Bugunlar Dili sumkasini yelkasiga olmaydi deb. Hurmatli kuzatuvchilar, shunday xursandman. Nima deb rejalashtiryapsizlar o'zlaringcha? Xursandman. Zebo markazidan oldik. Zebo savdo markazidan oldik. Shu yerda o'zi telefonlar sotiladi. Optim narxda oldik, xudo xohlasa. Telefon sizlarga yaxshi roliklar olishga xizmat qiladi, xudo xohlasa. O'zi telefonim charchagandi. Shu yerda o'zimni roligimni yakunlayman. Xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling, Allohga omonat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling.